Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz sirtlar. Sirt nima degan savolga javob berishimiz kerak. Ikki jismning bir-biriga tegib turgan sohalari sirtlar deb ataladi. Mana ikkita jism mana bir-biriga tegib turibdi. Demak, mana bu sohalari tegib turgan sohalar. Sirtlar ekan mana bu zotlar. Yana bir bor qaytaraman. Sirtlar deb ikki jismning bir-biriga tegib turgan sohalari sirtlar deb ataladi. Sirtlar bu harakatlanadigan soha hisoblanadi. Demak, e'tibor bering, harakatlanadigan soha. Men o'rni kelganda sizga shu savolni beraman. Sirtlar nima uchun harakatlanadigan soha ekanligini siz aytib berishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun e'tibor berib mavzuni tinglashimiz kerak bo'ladi. Mavzumuz umumiy ma'lumotlar, chiziqli sirtlar, chiziqsiz sirtlar hamda aylanish sirtlari. Sirtlarda mana hozir aytib o'tdik, jismning bir-biriga tegib turgan sohalari bu sirt hisoblanar ekan. Sirtlar chiziqli sirtlar hamda chiziqsiz sirtlar, aylanish sirtlariga bo'linadi. Chiziqli sirt nima? Chiziqli sirt deb yasovchisi to'g'ri chiziq bo'lgan sirtlar chiziqli sirtlar deb ataladi. Bunga konus, silindr, konusoid, silindroidlar chiziqli sirtlar bo'lib hisoblanadi. Chiziqli sirtlarda keling mana shu yerda bitta nimada chizib ko'rsataylik. Mana bitta to'g'ri chiziq. A to'g'ri chiziq. Shu A to'g'ri chiziqni qandaydir bir nima atrofida, demak mana bu atrofida aylantirishimiz kerak. Ya'ni harakatlantiradigan bo'lsak, demak mana buni ustida harakatlantiradigan bo'lsak, demak bu yerda konus silindroid hosil bo'ladi. Keling endi buni mana shunday ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, mana bu A yasovchi, S bu yo'naltiruvchi. Demak, A yasovchi, S yo'naltiruvchi. Bo'lib hisoblanadi. A to'g'ri chiziqda shu yo'naltiruvchi bo'ylab harakatlantiradigan bo'lsak, demak bu yerda quyidagi nima hosil bo'ladi? Demak, mana bunday shakl hosil bo'ladi. Demak, bu silindr. Demak, mana bu S yo'naltiruvchi atrofida, A to'g'ri chiziqni harakatlantiryapmiz. Keling, yana bitta nima ko'radigan bo'lsak, agar shu to'g'ri chiziqni bir uchidan mahkamlab, ikkinchi uchini shu nima bo'yicha harakatlantiradigan bo'lsak, quyidagi holat kelib chiqadi. Demak, mana bu yerda endi konus hosil bo'ldi. Mana bu A yasovchi, mana bu esa S yo'naltiruvchi bo'lib hisoblanadi. Endi xuddi shunday yana shakllar mavjudki, demak shu to'g'ri chiziqni, mana shu to'g'ri chiziqni, A to'g'ri chiziqni, demak mana bu shakl bo'ylab harakatlantiradigan bo'lsak, quyidagicha jism, ya'ni silindroid hosil bo'ladi.
Demek mana bunday jism hosil bo'ladi. Demek mana bunday shakl hosil bo'ladi. Demek bular chiziqli sirtlarga misol bo'ladi. Ya'ni chiziqli sirtning yasovchisi demak mana bu A. Mana bu esa S yo'naltiruvchi. A to'g'ri chiziqni yo'naltiruvchi bo'yicha harakatlantiradigan bo'lsak, demak chiziqli sirtlar, demak mana bunday sirtlar hosil bo'lar ekan. Endi chiziq sirt nima? Chiziq sirt deb yasovchisi to'g'ri chiziq bo'lmagan sirtlar chiziqsiz sirtlar deyiladi. Yana bir bor qaytaraman. Yasovchisi to'g'ri chiziq bo'lmagan sirtlar chiziqsiz sirtlar bo'lib hisoblanadi. Demak mana bu birinchi chiziqli sirtlar bo'lgan bo'lsa, bu chiziqli sirt bo'lgan bo'lsa, endi chiziqsiz sirt quyidagicha bo'ladi. Sirt quyidagicha bo'ladi. Agar biror mana shu nima bo'yicha aylana bo'yicha qandaydir mana bunday shaklni demak A yasovchini shu bo'yicha aylantiradigan bo'lsak, mana quyidagicha nima hosil bo'ladi. Demek mana bunday shakl hosil bo'ladi. Bu chiziqsiz. Sababi uning yasovchisi A to'g'ri chiziq emas. Keling yana birorta misol ko'rishimiz mumkin. Masalan, oddiy bir misol aylana yoyi. Mana bunday holat mana. Shu aylana yoyini shu nima bo'yicha harakatlantiradigan bo'lsak, demak bu yerda mana bunday narsa hosil bo'lyapti mana. Mana bunday bir nima hosil bo'lyapti. Demak ko'ryapmiz, demak mana bu yasovchisi A. Mana bu esa S. Bu S. Endi hurmatli talabalar, demak bularni men hozir aksiometrik, ya'ni yaqqol tasvirlarni ko'rsatdim. Endi shu ikkalasi orasidagi o'xshashliklarni topishimiz kerak. İkkalasi o'rtasidagi o'xshashliklar nimasi o'xshash ekan? Ikkalasida ham yasovchi mavjud ekan. Ikkalasida ham yo'naltiruvchisi mavjud ekan. Endi buni farq qiluvchi tomoni faqat yasovchisida ekan. Chiziqli sirtlarda yasovchisi to'g'ri chiziqdan iborat ekan, chiziqsiz sirtlarda yasovchi esa to'g'ri chiziq emas ekan. Endi aylantirish sirtlari deb nimaga aytiladi? Aylantirish sirtlari deb ixtiyoriy chiziqni qo'zg'almas o'q atrofida aylanishdan hosil bo'lgan jismga sirtlarga aylanish sirtlari deyiladi. Yana bir bor qaytaraman. Aylanish sirti deb ixtiyoriy chiziqni qo'zg'almas o'q atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan sirtlarga aylantirish sirtlari deb ataladi. Bunga misollar, demak bu birinchisi silindr, konus, bular hammasi o'sha aylanish sirtlariga kiradi. Demak,
biz buni o'sha efirdagi ko'rinishini tasvirlab qo'yyapmiz bu yerda. Efirdagi ko'rinishi mana bunday. Demak mana bu silindr. Silindr bo'ladigan bo'lsa, demak shu silindrni demak aylanish sirtlari. Ya'ni bu qanday hosil qildi? Ixtiyoriy mana bu A to'g'ri chiziqni I qo'zg'almas o'qi atrofida aylantirildi. Ya'ni ixtiyoriy bitta to'g'ri chiziqni, ixtiyoriy bitta A to'g'ri chiziqni I o'qi atrofida aylantirildi. Natijada konus hosil bo'ldi. Endi agar ixtiyoriy bitta to'g'ri chiziqni bir uchidan ushlab, ikki mana bunday holat. Mana ixtiyoriy bitta A to'g'ri chiziq. Endi shuni mana bu uchini mahkamlab S deb turib qo'zg'almas deb shu nuqta orqali bitta I o'qi atrofida aylantiradigan bo'lsa, I o'qi atrofida aylantiradigan bo'lsa, quyidagicha nima hosil bo'ladi? Demak, konus hosil bo'ladi. Demak, e'tibor qaratamiz. Mana bu yerda qarang, mana bu ham simmetrik bir nimalar bo'lishi mumkin. Mana bunday bo'lishi mumkin. Bu xil. Endi bir-biriga nima qilamiz? Bir-biri bilan taqqoslab ko'ramiz. Demak, bu chiziqlar sirtda ekan, bu chiziq sirtda ekan, bu aylanish sirtda ekan. Endi mana bu yerdagi chiziqlar sirtdagi mana bu silindr, mana bu konus bir vaqtning o'zida aylanish sirtlari bo'lib ham hisoblanar ekan. Bu shuningdek, demak mana bu yerda chiziq sirtda ko'rsatilgan mana bu punkt va mana bular ham xuddi o'shaga aylanish sirti bo'lib hisoblanadi. Demak, mana bunda mana I o'qi atrofida demak mana buni aylantirish hisobiga demak mana bu narsa hosil bo'lyapti. Mana bunday bo'lib. Demak mana bunday. Demak mana bunday holat. I o'qi atrofida demak buni aylantirishdan hosil bo'lyapti. Bunda ham xuddi shu. Hurmatli talabalar, darsni boshlarishda aytgandik, nima uchun sirtlar harakatlanadigan soha ekanligini sizga savol tashlagandik. Endi marhamat qilib shu o'tilgan mavzudan sirtlarni harakatlanadigan soha ekanligini o'zingiz javob berishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.